O'zbek multfilm HD Telegram kanali taqdim etadi. Nega uchmayapmiz? Bilmayman. Nimadir ko'tarilishimizga xalal beryapti. Kema magnitda shekilli. Bizni magnit ushlab turgan bo'lsa kerak. Ashka. Sababini tushundim. Hozir O'xshayapti. biz uchyapmiz. Rihanna. Yaqin o'rtadagi kema qayerda ekanini aniqla. Ahvoling yaxshimi? Yaxshi. Hammasi joyida. Pol, biz uchyapmiz. Ha, uchyapmiz. Barcha kemalarga qayerdaligingizni ma'lum qiling. Men kutyapman. Kim shovqin solyapti? Bu menman janob. Yomon tush ko'ribman. Nega darsimda uxlab o'tiribsiz? Zerikib ketdim. Hoziroq sinfdan chiqib keting. Kimga aytyapman? Nima deysiz, Katrina? Men ham zerikib ketdim. Chiqsam bo'ladimi? Ikkovingiz meni xonamga kiring. Xo'p, bo'ladi, sir. Rahmat, sir. Qolganlar darsni davom ettiramiz. Claire Hill qani? Ana. Elektr quvvati o'chgan paytda 3 ta kema halokatga uchragan. Bizga eng yaqin bo'lgan kema Orxirtda ekan. Qayt kelsin-chi. Galiye, hoziroq qasrga qayt. Ular bizni ta'qib qilishyaptimi? Qasrga qayt. Do'stlaring bilan bog'lanishga harakat qilib ko'rchi. Alex, Katrina, Paul gapiryapti. Meni eshityapsizlarmi? Qo'pladik. Uni o'lgidek jahli chiqdi. Bolalar, javob beringlar. Pol ovozi. Pol, seni eshityapman oshna. Bu menman, Alex, men javob ber. Alex do'stim, ovozingni eshitganimdan xursandman. Katrina ham yonimda turibdi. Ishlaring yaxshimi, Pol? Juda yaxshi. Menga nimalar bo'lganini bilsangiz edi. Quvvat darvozasidan o'tdingmi? Ha, keyin Yondosh olamga tushib qolding? ha, keyin menga Yordam kerakmi qaytishing uchun? ha. Bardam bo'l. Nima kerakligini bizga ayt. Qabulga o'taman. Ashka, bu nima? Ana u bola o'zini olami bilan gaplashyapti. Do'stim Rihanna bilan birga hozirgina qasrdan qochib ketdim. Ehtiyot bo'lib gapirish kerak. Hatto devorning ham quloqi bor bu yerda. Katta quloqlar. Gapimizni poylashyapti. Sirli gapirish kerak. Katta burgut rejasiga quloq tutamiz. Kod bilan gapir. Katta burgut nima? Bironta qurol bo'lsa kerak. Uzoqdagi, meni eshityapsanmi? Maktab yonidagi g'or esingdami? Biz o'sha yoqqa qarab ketyapmiz. Eng muhimi qalin sim olishni unutma. Shu gaplarim yodingda bo'lsin. Uchar arvoh turimi? Barakalla, Einstein. Nima qilishmoqchi? Bizga hujum qilishmoqchi shekilli. Bolani to'xtatish kerak.
Do'stim, biz yo'lga chiqyapmiz. Tezda yetib boramiz. Kelishdikmi? Bu yer xavfli, sehrgar. Yo'limdan qoch. Hukmdorlar, bilaman hammasini eshityapsizlar, lekin hech nimani tushunmayapsizlar. Ammo mendan qo'rqmanglar. Eshiting. Hukmdorlarni rejangizdan boxabar qildingizmi? Hukmdorlarni bari ahmoq. Ularni deb odamlar sehrgarlarni hurmat qilmay qo'yishdi. Ashkan ovozi-ku. Ammo boshqa ilojing yo'q. Ashka eshityapsizmi? Bu video yozuv. Yonar kukunni qanday tayyorlashni ayt. Hukmdorlar eshitib qolishadi. Quvvat manbai o'chdi. Biz qulayapmiz. Devor tomonga o'tirib, boshingni tizzangni orasiga qo'y. Nimaga? Samolyotdagi styuardessalar shunday deydi. Kim u styuardessalar? Aytganni qil. Yursangchi. Katta burgut, meni eshityapsanmi? Pol nimalar bo'lyapti? Meni xonamga boringlar demaganmidim? Kechirasiz janob, xonangizni topolmadik. Qani, yoqa berchi. Lekin u Hafsalamni pir qildingiz, Katrina. Endi direktorning xonasiga boringlar. Hozir men ham boraman. xo'p bo'ladi, sir. Pol bizni g'or yonida kutadi-ku. Ketdik. Nik bizni eltib qo'yadi. Janob Kenni gapini eshitding-ku. Qo'ysangchi, Polni qaytarib kelsak, hammasi esdan chiqib ketadi. Biz qahramon bo'lib qaytamiz. Ketdik. Pol. Ahvoling joyidami? Shunaqa shekilli. Styuardessalar bilib gapirishar ekan. Ketdik, hozir bizni qidirishadi. Oyog'imni chiqara olmayapman. Vaziyatga ko'ra ular mana bu yoqqa qarab yo'l olishgan. Mana bu hudud atrofiga qulashgan. Quvvat toshni tuzatishdi. Ko'tarib bo'lmayapti. Ana bu yog'och bilan ko'tarib ko'rchi. Bo'lmayapti. Yordam kerakmi, sehrgar? Men sehrgar Jackman, u esa meni cho'rim Jill. Yovvoylar kemamga tavqilanat yog'dirishdi, shuning uchun quladik. Oyog'im esa tiqilib qoldi. Afsus, sehrgar, uni ko'tarib bo'lmayapti. Barcha minoralar diqqatiga. Sehrgar Ashka gapiryapti. Meni kechiring, sehrgar. Shunaqa ham beo'xshov bo'lasanmi? Endi yordam chaqira olmayman. Pol ismli bolani topishni buyuraman. U uchar kemani o'g'irlab ketdi. Barakalla, Pol. Riana ismli qiz u bilan birga. Ularni topib hibsga oling. Qani bo'l. Qani tort, jonivor. Tortsang-chi. Sendan kabob pishirishlarini xohlaysanmi? Tort deyapman.
Oyog'ing qalay? Bosib turyapman, ammo yurolmayman. Shu atrofda tabib bormi? O'rmonchilar qarorgohida. U yerga qanday boriladi? Ho'kizingiz kerak bizga. Harakat qilish kerak edi. Yomon ish emasdi. Polni otasidan iltimos qila qolaylik. U bizni eshitmaydi ham. Urinib ko'raylik. Namuncha qaysar bo'lmasang. Bu ahvolda hech qachon yetib bora olmaymiz. Alex bilan Katrina kutib qoladi. Qo'limdan kelgancha harakat qilyapman. Yura qolsang-chi. Sizlarning avtomobilingiz bo'lganidamidi? Xayriyat, ertaga pitsa yeyman. Issiq shokolad ichib, yulduz yondiruvchilarini tomosha qilaman. Bu teleo'yin. Yangiliklarga o'xshaganmi? Yo'q, yangiliklar, bo'lgan voqealar haqida axborot beradi. Unda turli xil qo'rqinchli voqea va hodisalar ko'rsatiladi. Olamingiz menga yoqmaydi. Eng muhimi, bizda sehrgarlar yo'q. Ey! Nega Gampsni ho'kiziga mingashib olding? Men sehrgar Jekman. Uni oyog'i lat yegan. Unga tabib kerak. Albatta sehrgar. Sizni uni oldiga eltib qo'yamiz. Iltimos. Ularni uchratganimiz yaxshi bo'ldi. Bir dehqon uchar kemaning qulagani haqida xabar qildi. Aytishicha, yosh sehrgarga yordam beribdi. Uchar kema yetib keldi. Sekin. Hozir o'sha sehrgar qayerda? O'rmonchilar qarorgohiga yo'l olibdi. U sehrgar emas. Uni qo'lga oling. Hozir yetib boraman. Bunaqa mazali kurkani umrimda yemaganman. Osh bo'lsin sehrgar. Nondan oling. Sharbat iching. Rahmat. Yaxshisi meva yeyman. Mevami? Mana marhamat. Rahmat. Sizlarga katta rahmat. Yordamingizni hech qachon unutmayman. Biz o'ylab ko'rib, haligi Qulog'im sizda? dono sehrgarlar ko'prik qurilishi uchun daraxt kesishni buyurishgan. Shuning uchun o'tin kesishga vaqtimiz yetmayapti. Biz o'tinni yegulikka almashtirdik. Yegulik tiqilib yotibdi-ku. Bu qishga olib qo'ygan zaxiramiz. Xijolat bo'lmang. Sehrgarning tashrifi biz uchun katta sharaf. Yaxshi, ortiq sehrgarlar uchun daraxt kesmanglar. Men sehrgar Jek, buni ruxsat etaman. Rahmat. Rahmat sehrgar. O'g'limga hali ism qo'ymagandik. Unga sizni ismingizni qo'ysak. Yaxshi. Uni Paul deya qoling. Jek demoqchi edim. Rasmiy tarzda e'lon qiling. Sehrgar Jek juda charchagan. Kelinglar, shu marosimni ertaga o'tkazamiz. Albatta. Hozir joy tayyorlab beramiz. Rahmat, o'zim yura olayapman. Xizmatkorlar ko'chada yotishadi. O'zini xuddi sehrgarday tutyapti. U sehrgar emas, ashka uchib kelyapti. U kelgunicha bolani ushlab turinglar. Xo'p bo'ladi. Vo, kimligimizni bilib qolishdi. Tezroq ketish kerak. Bo'la qol.
Tuzoqqa tushding. Qochishga urinma. Aks holda uyga o't qo'yamiz. Tezroq yur. O'zbek multfilm HD Telegram kanali taqdim etadi. Tashla. Ilojim yo'q. Bu Kurionning aslahalari. Sehrgar bo'lish yoqib qoldimi? Senga nima bo'ldi? To'xta, Riana. Qornim ochdi. O'sha yerda aytish kerak edi. Stolda shuncha ovqat bor edi-ku. O'zing taklif qilsang bo'lardi. Sehrgar bo'lib ko'rinishga harakat qildim. Meni o'ylaganing ham yo'q. Ko'ryon meni bu ahvolda qoldirmasdi. Paul Reynolds qidirilmoqda. Janob Reynolds, Polni topdik. U sehrgarlardan qochib yuribdi. Yondosh olamda. Yana qaytaraman, bu mumkin emas. Bor gapni aytyapmiz. So'zlagich orqali u bilan gaplashdik. Qani o'sha matoh? O'qituvchimiz tortib oldi. Qaytishingga yordam beramiz dedik. Tezroq g'orga yetib borishimiz kerak. O'sha yerga eltib qo'ying. Dada, yuring. Hozir menga qaranglar. Paul hech qanday yondosh olamda emas. U yo'qoldi. Men uni qidiryapman. Ikkita xayolparast o'spirin esa hayotimni battar qiyinlashtiryapti. Yordam bermoqchimisizlar? Mana buni yopishtirib chiqinglar. Akamga nima bo'pti? Yur, Kristina. Ular yanglishibdi. Foydasi yo'q. Baribir yetib bora olmaymiz. So'nggi imkoniyat doim topiladi. Qanday imkoniyat? Jamoat transporti, ya'ni poyezd. Tezroq. Bu yerdan tezroq ketish kerak. Oldinda ko'prik bor. Undan o'tib olsak, bizni tutisha olmaydi. Toki Leyxilgacha o'rmon. Ketdik. Juda ko'pchilik emasmi, Riana? Paul, taslim bo'l. Keyin Riana ham Clayhillga qayta oladi. Unga ishonma. Quvvat toshni chiqar. Nima qilyapsan? Suzmoqchiman. Grivan. Ushlanglar. Qo'lga oling ularni. Ashka. Ular hech qayerda yo'q. Atrofni qidirib chiqdik. Cho'kib ketgan bo'lsa kerak. Qidirishni davom ettiring. Ketdik.
qoldi. Shu yerda qol. Yo'qsa uydagilardan gap eshitaman. Ertaga stansiyada ko'rishamiz. Pol g'or yoniga yetib kelgan bo'lsa-chi? U bizni kutyapti-ku. Boshqa ilojimiz yo'q. Bugun u yerga yetib bora olmaymiz. To'g'ri, yetib bora olmaymiz. Kabelni qayerdan olamiz? O'zim topaman. Ota-onangga nima deysan? Yo'lini topaman. Mayli. Katrina. Boshda senga ishonmaganim uchun meni kechir. Ko'rishguncha. Ota-onang hayron qolsa kerak. Ularni ko'ziga ko'rinmasligimiz kerak. Biz haqimizda bilishmasa, sehrgarlar ham hech narsa qilisha olmaydi. Demak, uyingga qayta olmaysanmi? Hech qachonmi? Unda nima qilasan? Bilmayman. Yur minoraga, seni uyingga jo'natish kerak. Bu oson emas. Menga qalin zanjir kerak. Minorani qulflab quvvat yo'lagini ochishim uchun. Tegirmondagi omborda qalin zanjir bor. Balki o'sha to'g'ri kelar. Xo'p. Mana bu bo'ladimi? Bo'ladi. Uzish kerak, yechilmaydiganga o'xshaydi. Afsus, kerakli asbobiylar yo'q. Mana bu-chi? Qoyil. Kel, urinib ko'ramiz. Kim bu? Hali chiqing bu yoqqa. Riana. Seni ko'rmaymanmi deb o'yladim. Qizim, jarchi seni sehrgarlar ta'qib qilishayotganini aytdi. Polga nima bo'ldi? Hammasi joyida. Seni deb sehrgarlar qizimni badarg'a qilishmoqchi. Nima? Nima qilyapsiz? Uni soqchiga topshiraman. Yo'q. Uni topshirsam senga rahm qilishar. Yo'q, dada. U hech qanday yomon ish qilmagan. Esingizdami, u men va Jalani qutqargan. U uyiga qaytishi lozim. Unga yordam berishingiz kerak. Iltimos. Ish bersa kerak. Ha, ishqilib Katrina bilan Alex qalin sim tortgan bo'lishsin-da.